Okalar, yaxshimisizlar, charchamasizlar. Yana bitta Fayzli xonadonimizni bitqizdi. Xudo xolasa, bu yerga 13 ta eshik qo'yib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi, uyga moslab, tegalan poni tillali, bu nalichkalar ham shunaqa tillali qilib qo'yib berganmiz. Nalichkalarimiz 12 lik nalichkalar. Karonalar 20 talik karonalar. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu xonadonimizni plintislardan qo'yib berganmiz. Xo'p, ko'rsanglar bo'ladi, akfaga ham tambur nalichkalar qilib berganmiz. Shu o'tganimizda 12 talik, karonalar 20 talik, juda ham chiroyli chiqqan. Egalarga manzur bo'ldi. Bu yo'llarni ko'rsatdi operator. Evet, tushundim. Keling operator. Hop, shu aytganimizda videolarda ko'rgan bo'lsanglar, 12 talik katta kesak qilingan. Tashqaridan ham butun ko'rinadi, ichkaridan ham butun ko'rinadi. Hozir ichkari kirganingizni ko'rsataman, keling. Bu yerga ham sanuzel galdorov xonalarni shularni qilib berganmiz. Juda ham egalariga manzur bo'ldi. Qabul qilishdi egalari. Ichkaridan ham ko'rsating. Bo'ldimi? Okalar, mana ichkaridan ham to'lib o'rtada turganga o'xshab turadi. Buni stoplargacha qo'yib berganmiz. Mana eshik ochilganda devorga yoki nalichkalarga hech qanaqa joyga tegmaydi. Hech qanaqa zarar tegmaydi. Shularimiz. Ichkaridan ham ko'rsating ko'rinishi. Bir xil chiroyli chiqadi. Hozir birinchi qavatga tushamiz. Hop, okalar, mana pastda birinchi qavatda eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerga ham shunaqa qilib qoshli karonalar bo'lib oshxonamiz. Bu yerda yana eshiklarimiz. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqqan ishlarimiz. Hop, bu yerda yana ko'rsanglar bo'ladi. Tambur nalichkalar qilib berganmiz. Akfa eshiklarga oynaning chetlaridan bir to'la komplekt qilib bitkazib berganmiz. Eshiklarimiz mana ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham Xudo xolasa chiroyli chiqqan. Egalarga topshirib olganmiz ishlarimizni. U ham lekin juda ham chiroyli chiqqan. To'yxona desa ham bo'ladi bu yerga. Mana plintislarni ham ko'rishingiz mumkin. Polni garaylantirib plintislarga chiqib berganmiz. Eshiklarimiz mana bu yerda eshiklarimiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi, bizda shu orqalarigacha kosmetikalar qilib, hamma joyi ideal qilib keltirib egalarga topshiramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqa chiqarasizlar. Hammamizga shunaqa yaxshi chiroyli uchastkalar nasib qilsin.